Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Qo'shko'pir, Xorazm Qo'shko'pir degan yerga keldik. Yana Oxunboboyev degan yer. Qo'shko'piring Oxunboboyev. Yana sifatına gap yo'q. Mexanizmlar hammasi yaxshisidan qo'yib turibdi. Nishki mebel kerak bo'lgan bo'lsa, zakaz beraverasizlar. Va xalosa zakonda tayyorlab beramiz. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasidan tayyorlab beramiz. Nechik sifatini chekan safaraga. Nima gap qo'shim mumkin emas. Assalomu alaykum. Bizlar mebel yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ina Xorazm mebelda kuxunli mebel 3 etajli etib tayyorlab bitirdik. Sifatli, ajoyib mebel bo'ldi bu. Quloblari yaxshi qulob, o'z tartib ketadi. Endi balanddan so'zlar ham bor, o'zi ko'tarib turadi. Sifatli, odam ko'tarib turadigan zakonli kuxunli. Azamatchan sifatini ko'rsatib o'tadi. Quloblari ham, tortmalari ham, ro'liklari ham hammasi yaxshisidan qo'yilgan. 70 kg chiqadi bu bola. Ko'tarib turibdi, ajoyib sifatli tandem mexanizm. Eshiklardan ham chiqadi, ya'ni eshiklar ham ko'tarilib turibdi. Bemalol ko'tarib turadi. Kimga shunday mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Har xil turda mebel ishlab beramiz. Kuxunli mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasidan tayyorlab beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizni ham ko'rib borajak bo'lsangizlar, kanalga obuna bo'ling, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Shunda keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Salomat bo'ling.